Adamiylik süpətlər 23-cü qism Kiriş söz və xulasa Kiriş söz 2010 yıldakı bir cümə günü düşdən keyin mən işləydiğən idarə GPL-diki mən qatnaşıyatqan bir proyektning başlığı mənə Erkin, aldımızdakı düşənbə günü bizning proyektni ko'zdan kechiradigan bir muhim yig'in bor. Şu yig'inda doklad qildiğanға mənə bir qancha PowerPoint beti keladigan natijalar kerak edi. Sen uni düşənbəgacha tayyorlab beralarsanmi? Bu yig'inga NASA'ning bosh shtabidagi mushu proyektga mas'ul xodimlar qatnashyapti dedi. Mən bu ishning nihoyat muhimligini his qilib, uningga mən ati uyda ishlab, bu ishni puturib beray deb javob berdim. Әтісі мен компьютерімні өйден идарадagi компьютерларға улап, зөрір есаплашларны қылышқы ұрынып бақсам, суратның астылығыдың ішчім найт пүшіп кетті. Шуның білән ашу шәмбі күні 45 километр yol yürüp, идараға беріп, бір күн ішләп, o işlarni püttürdüm. Düşənbə gündəki yığında bizning proyektning başlığı mən tayyorlagan məzmunlarni doklad qilishdan burun Mən hazır doklad qıldıqan məzmunlarni Erkin Sıdıq şənbə günü aram almay işləş arqılıq tayyorlab berdi. Şoňa aldı bilan mən onunğa rəhmət etmən dedi. Bu qitimqi yığınның muhimligi bilan silishtirganda mening qilganim unchavala cho'ng ishma emas bo'lib, boshliqimning meni bu yig'inda alayda tilga elishning hech qanday hojati yo'q edi. Lekin o vaqtning qanchalik qisqaligiga qaramay, mening töhfamni ko'pchilik oldida oshkor e'tirof qilish nuqtasida turib, meni tilga oldi. Men o'zimning Amerikadagi oliy maktab va shirkat hayotimda bundaq ishlarni ko'p qatim uchratdim. Boshliqlar o'zining qo'l ostidagi kishilarning to'pisini ayrim va ko'pchilik oldida oshkor e'tirof qiladi. Bu nima uchun bilamsiz? Bunun sababi bu başlıqlar yoki liderlarning hammasi liderlik ilmida maxsus tarbiya ko'rganlar bo'lib, yuqorida qilishning inson psixologiyasida intayin muhimligini ularning hammasi o'xshash darajada bildiganligidandir. Men hozirgacha yozgan maqolalarimda arzu, nishon, g'oyani reallikqa aylantirish, shirkat boshqarish, dayi və muvaffaqiyat qatarlıq bir qatar məsələlər üstüdə bir azdan toxtaldım. Hazırgıça toxtalmagan ilmi uqumlarning biri liderlik ilmidan ibarat. Amerika qatarlıq g'arb ellərdə bu ilm nihoyat kengri umumlashgan bo'lib, men Amerikadagi bir qancha shirkatlarda injener va boshliq bo'lib ishlash jarayonida boshqarish va liderlik to'g'risidagi maxsus kurslarga bir qancha qatim qatnashib baqdim. Özümnің mölçərləşcə, Uyğurlar hazırgıça bu ilimğa ancha e'tibor berib ketelmedi. Şoňlaşqa bu ilimning kuchidanmo önümlük faydalanalmadi. Bir millatning güllenişide yeterlik sandagi liderlik bilimlerini bildigan hamda uni önümlük işiltələydigan kishilarning bo'lishi intayin muhim rol o'ynaydi. Hammalarning xabarda bo'lgandek, hozir vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar jamiyatida liderlik bilimi va liderlik mahoratining yetarsizligi sababidan yuz berayotgan nachar ahvollarmo intayin ko'p. Shunlashqa men mazkur maqolada John Maxwell'ning bir liderda cho'qim bo'lishga tegishlik 21 sifat degan kitobidagi mazmunlarni qisqacha tunishtirib o'taman. Umumlaştırıp aytganda, liderlikning mundaq ikki tarafi bor. Uning biri har bir kishining o'z-o'ziga qartilgan liderlik iqtidori, yana bir bo'lsa boshqalarga qartilgan liderlik iqtidori. Har bir odamning o'xshamagan sondagi go'zal orzulari, nishonlari va g'oyalari bor bo'ladi. Shundaqli ko'p sondagi kishilar o'zining tafakkur dunyosida shu go'zal orzu, nishon va g'oyalarni amalga oshirgan vaqtdagi manzarlarni ko'rib turishga, shu chog'dagi ahvollar to'g'risida xiyol qilishga mayir keladi. Undaqda o'zingiz bilan sizning go'zal orzularingizning o'ttirisini ayirib turgan narsa nima bilamsiz? U sizning liderlik iqtidoringiz. Liderlik iqtidori sizning boshqalarni unumli yetaklab menishingiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydi.
Şundaqlı sizning o'z g'oyangizni amalga oshirishda kam bo'lsa-mu ham bo'lmaydi. Şunlaşqa, meyli siz başqa bir grup adamlarni boshquradigan yoki ularga yetakchilik qiladigan bir rasmiy boshliq yoki bir rasmiy lider bo'lmang. Mazkur maqolani cho'qim bir qatim o'qib chiqing. Lider yoki boshliq degan atalg'uning o'zidilla ko'rinib turganidek, bir guruh odamlarni boshquradigan yoki ular yetakchilik qiladigan bir rasmiy boshliq yoki bir rasmiy lider uchun bu maqolada tunishtiriladigan mazmun texmi muhim. Bir rasmiy liderning layoqatlik lider bo'la-olmaganligini o'lchaydigan bir muhim o'lcham boshqalarning uningga o'zligidan agishishni xohlamaydiganligidandir. Agar siz yetakchilik yoki liderlik qilsangiz, ammo sizga hech kim agashmasa, u holda sizning qilganingiz boshqalarni yetaklab mengish bo'lmasdan yolg'iz yo'l mengish bo'ladi. Shunglashqa, agar siz biror shirkat qurmoqchi bo'lgan yoki biror tashkilot yoki shirkatda ma'lum bir darajadagi bir boshliqlik rolini olgan birisi bo'lsangiz, bu maqolani cho'qim bir qatim o'qib chiqing. John Maxwell apandi bütün dünyadaki hazırgıç yaşagan ulug' lider yoki doilarni tadqiq qilib, ularning hammasining mazkur maqolada tunishtiriladigan 21 sifatga ega ekanligini yakunlab chiqqan. Bu 21 sifat haqidagi bilimlar sizning haqiqiy turda unumli yetakchilik qiladigan va kishilar agishishni istaydigan bir lider bo'lish uchun hozirlamasangiz bo'lmaydigan kishilik xarakterlar bilan tanishib chiqish, ularni taraqqiy qildirish va ularni to'g'rilash uchun nihoyat zo'r yordam qila oladi. Liderlik bilimlarini bilish bilan uni amaliyotda qo'llanib, muvaffaqiyatlik liderlik qilish ayrim ikki ish. Jaryan qonuniyatining ko'rsatishicha, liderlik hargizmi bir kunning ichida yetilmaydi. Balki u har kuni az-azdan taraqqiy qilib yetiladi. O'zingizni liderlik bilimlarini biladigan bir odamdan real dunyoda muvaffaqiyatlik liderlik qila oladigan birsiga aylantirishdagi ochqoch sizning kishilik xarakteringizdan iborat. Sizning kishilik xarakteringiz yoki xarakter jihatdagi sifatingiz sizning liderlik iqtidoringizni harakatga keltirib, uni kuch-quvvatga ega qiladi. Yoki bo'lmasa, u sizning muvaffaqiyat yo'lingizni to'sib qo'ydi. Bir odamning unumli lider bo'la olmasligini uning ichki jihatda qandoq odam ekanligi belgilaydi. Boshqacha qilib aytganda, liderlik odamning ichidan sirtiga qarab taraqqiy qilib yetiladi. Agar siz ichki jihatda bir layoqatli lider bo'la oladigansiz, tashqi jihatdami o'zingiz orzu qilgandek liderlarning biri bo'la olasiz. Shunglashqa, agar siz liderlik baldiqining eng yuqori pallasiga chiqmoqchi bo'ladigansiz, cho'qim o'zingizda yoki o'zingizning ichki dunyosida mushu maqolada tunishtiriladigan 21 sifatni yetildiring. Agar siz shunday qila oladigansiz, siz bu dunyodagi boshqa har qanday ishni qila olasiz. Kitobning avtori to'g'risida bir liderda cho'qim bo'lishga tegishlik 21 sifat degan kitobning avtorining ismi John Maxwell bo'lib, men bu avtor haqida o'zimning g'oya tiklashning 10 o'lchimi degan maqolasidami ozroq tushuncha bergan edim. Maqolaning to'liq bo'lishiga kafolatlik qilish uchun o'xshash tushunchani bu yerga kirgizib qo'ydim. John Maxwell apandi bir xalqaro e'tirof qilingan lidershunoslik mutaxassisi, nutq so'zlagichi va avtordir. U 50 parchadan ortiq kitob chiqargan bo'lib, ularning kopiyasidan hozirgacha 16 milliondan ortiq setilgan. Dunyodagi 2 milliondan ortiq liderlarga tarbiyalash kurs ochgan. U liderlar tava o'rinlardan dunyodagi eng muvaffaqiyatli 500 Fortune tizimlikidagi shirkatlar, har qaysi allarning hukumatlari, Amerikaning harbiy akademiyasi, Amerikaning mamlakatlik import birlashmalari va BDTni o'z ichiga oladi. John Maxwell apandi bir qancha mulozimat shirkatlarini qurgan. Uning liderlikning ag'dirib tashlag'ili bo'lmaydigan 21 qonuniyati, o'zingizning ichidagi liderlikni yetildiring va bir liderda cho'qim bo'lishga tegishlik 21 sifat degan 3 parcha kitobining har birisi 1 million nusxadan ko'proq setilgan.
Axırqı söz. Şundaq qilib, bir litrda kam bo'lsa bo'lmaydigan 21 sifatning tonishtirilishi mush yerda oxirlashdi. Men hozirgacha yozgan dahi va liderlar to'g'risidagi maqolalardan yana ikkisi bor. Ularning biri dahi va liderlik nazariyasi to'g'risida umum tushuncha. Yana biri bo'lsa, onlarning daisi Atilla va Attillaizm bo'lib, agar siz ularni texi o'qib baqmagan bo'lsangiz, hozir ularni bir qitim o'qib beqishingizni tashabbus qilaman. Mening tushunishimcha, g'arb ellardagi biror shirkat yoki tashkilot boshqarishni unumlik elib mang'almagan yoki biror ig'ir krizisga duch kelgan vaqtda mutaxassislarni taklif qilib, o'z shirkati yoki tashkilotining barliq boshliqlariga qarata bir qancha kun liderlik ilmi haqida maxsus tarbiyalash ilib bordi. Ondan yo'liqqan masalani hal qilishga boshdan boshlab qayta atlanadi. Hamda masalani aşı orqali hal qilib, davomliq olg'a qarab ilgirlaydi. Men hozirgacha ko'p qatim ta'kidlaganimdek, bir ishni qilishdagi eng to'g'ri va eng unumli usul ilmiy usuldan iborat. Şoңlашqa vatanimizda shirkat qurgan va shirkatlarda biror boshliqlik rolini olgan barliq qarindoshlardan o'zlarini yuqorqi 21 sifatning o'lchimi bo'yicha bir qatim baholab beqishni umid qilaman. Agar xohlasangiz o'zingizdagi har bir sifatga 0 dan 10 oraliqida bir nomer berib, 21 sifatning hammasiga berilgan nomerlarni qo'shib, chiqqan natijani 100 ga ko'paytib, 21 ga bo'lib ko'rib beqing. Bu sizda 21 sifatdan qancha % borligini ko'rsatib berdi. Bir xizmat vazifasiga bir qancha kandidatlardan birini tanlashda mushu usulni qo'llansa, u nihoyat yaxshi unum berdi. Agar sizda sifatlarning ba'zilari kam yoki yetarlik emas bo'lsa, ularni hozirdan boshlab yetildirish yoki sizda borlarini qutqizib qilish mumkinmi? Bu haqdami o'ylanib beqing. Uyg'ur shirkatlari bu 21 sifatning tizimligini bir cho'ng qog'ozga besib chiqarib, uni boshliqlar yig'in ochadigan majlisxona temiga chaplab qo'ysa, uning unumi nihoyat yaxshi bo'ladi. Mümkün bo'lsa buningga qo'shib, o'ylashning olti qalpig'ini shundoq qilib qo'ying. Men mazkur maqolaning beshida tilga olganimdek, har bir odam oldi bilan o'zi uchun lider bo'ladi. Agar xohlasangiz, garchi siz boshqalar uchun bir rasmiy lider bo'lmasangizmi, yuqoridagi usul bo'yicha o'zingizdagi 21 sifatga bir qitim nomer qo'yib, o'z-o'zingizni bir qitim baholab beqing. Bir odamda aşı sifatlardan ko'pragi bor bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladiganligi hammamizga ayon. Şoňa bolsa, özüňizde kam bolgan yoki kamçil bolgan sifatlarni to'liqlash yo'lidimi tirishib beqing. Bu 21 sifat bilan yuqori darajalik nazariya saviyasida turib, sistemalik holda tunishib chiqishim meningmi bu qitim tunji qitim bo'lib hisoblanadi. Biroq bu qitim tunishtirgan mazmunlar yoki nazariyaviy uqumlar men uchun ancha yod tuyulmadi. Bu sifatlar mening hozirgacha bo'lgan hayotimda intayin halqiliq rol o'ynagan desam ortiq ketmaydi. Uyg'urlar hozir intayin halqiliq tarixiy bir davrda yashayotidi. Uyg'urlar uchun umidvorlik va ijobiy pozitsiyaning qimmati barg'ansir o'sib mengyotidi. Onunğa bo'lgan ehtiyoj barg'ansir kuchayib mengyotidi. Umid insonlarda bor bo'lishga tegishlik eng muhim hissiyot. Umid bo'lmaydigan biz o'z hayotimizni oxirigacha davomlashtira olmaymiz. Uyg'urlarning umidvorligini saqlab va kuchaytirib mengishda har bir lider, har bir aql egisi, har bir bilim egisi va har bir tafakkur egisining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va majburiyati bor. Mazkur maqolamni amerikalik dangliq faylasuf va basketbol terneri John Woodenning bir qancha hikmatlik so'zlari bilan oxirlashtiraman. Mukammallik. Mukammallik mumkin emas, biroq mukammallikka yetish uchun butun kuchi bilan tirishish butunlay mumkin. Muhimi eng yuqori darajada tirishish. Boshqarish.
Yalğız başqalarının xizmətini qandaq qıladiganlığına emas, ularning oilasi va qiziqishlariga chin ko'nglingizdan qiziqadigan bo'lsangiz, siz yaxshiroq hamkorlik va yaxshiroq natijalarga erishasiz. O'g'inish. Mangu yashaydigandek o'gining, atili o'lib ketadigandek yashang. Muvaffaqiyat. O'z xohishingiz bo'yicha ish ko'rishga emas, eng yaxshi amalni tepishga tirishing. Ishinish. Başqalarga bak ishinib ketsangiz, ba'zida azor yeb qolasiz. Biroq başqalarga yetarlik darajada ishonmasangiz, hasrat ichida yashaysiz. Shadxo'ramlik. Individualizm bilan realizmni birlashtirib, uningga qattiq tirishchanlikni qo'shing. Shundaq qilsangiz, siz burun umid qilgandan ko'p yaxshi natijalarga erishsiz. Uftush. Agar muvaffaq tayyorlik qilsangiz, boshqalardan to'varak nomer elib qolsangiz-mu, musobaqada hargiz uttirib qo'ymaysiz. Agar o'z qobiliyatingizning hammasini ishga solish yo'lida eng yuqori darajada tirishchanlik ko'rsatsangiz, siz musobaqada har doim utib chiqsiz. Maqola mush yerda tamom. 2011 yili 17 sentabr